Yangi O'zbekiston gender tenglik siyosati. Qadim Samarqand mezbonlik qilayotgan UNESCO bosh konferensiyasining 43-sessiyasi doirasida joriy yilning 4-noyabr kuni gender tengligini ko'p tomonlama hamkorlik orqali rivojlantirish mavzusida xalqaro tadbir bo'lib o'tadi. O'zbekistonda gender tengligi orzu emas, hayot haqiqatiga aylangan davlat siyosatidir. Milliy tariximizda ayollar jamiyat tayanchi, ma'naviyat ustuni bo'lib kelgan. Temuriy malikalar, Saroy mulki xonim, Gavharshod begim, Nodira begim, Uvaysi, Zebuniso kabi buyuk siymolar madrasa qurdirgan, ilm-ma'rifat va siyosat sahnasida porlagan. Bu tarixiy tajriba yangi O'zbekistonda gender tenglikni ta'minlash va ayollarning jamiyatdagi rolini oshirish siyosatining ma'naviy tayanchidir. So'nggi yillarda Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligidagi islohotlar har bir shaxs uchun teng huquq va teng imkoniyatni kafolatlash, xotin-qizlar hamda erkaklarning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi faolligini oshirishga qaratildi. Bugun O'zbekiston gender tenglikni ta'minlashning mutlaqo yangi bosqichida. Bugun O'zbekiston xotin-qizlar ta'limi uchun keng imkoniyatlar yaratish bo'yicha peshqadam davlatlar qatorida bormoqda. Bugun O'zbekiston ayollari innovatsiya, ilm-fan va ta'lim sohalarida ilg'or natijalarga erishmoqda. Bugun O'zbekiston xotin-qizlari raqamli iqtisodiyotning uzviy bir qismiga aylanmoqdalar. 2019-yil xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida hamda xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunlar qabul qilindi. 2021-yil 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasi qabul qilindi. Natijalar: davlat boshqaruvi va mahalliy kengashlarda ayollar soni ortmoqda. Parlamentda xotin-qizlar ulushi 2018-yilda 12,6% bo'lsa, 2025-yilda 38% ga yetdi. 2017-yilda 38% bo'lgan oliy ta'limdagi qizlar ulushi 2025-yilda 53% ga yetdi. STEM sohalarida o'sish: fizikada talabalarning 64%, matematikada 60%, qishloq xo'jaligida 36% xotin-qizlardir. 2020-yildan ehtiyojmand oilalar qizlari uchun 1000 ta davlat granti ajratildi. 2025-yilga kelib 4000 taga yetdi. 2020-2025 yillarda 13 mingga yaqin qizlar oliy ta'limga imtiyozli qabul qilindi. 5 yillik mehnat stajiga ega, oliy ma'lumoti bo'lmagan ayollar uchun maxsus kvotalar joriy etildi. Bu imkoniyatdan 2000 dan ortiq xotin-qiz foydalandi. 2022-yildan magistraturada o'qiyotgan xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari to'liq davlat tomonidan qoplanmoqda. 2022-2025 yillarda 333,8 milliard so'm yo'naltirildi. 415 mingga yaqin talaba qiz 7 yillik foizsiz ta'lim kreditlari bilan qamrab olindi. Ilm-fanda faollik ortib bormoqda. Bugun 5000 nafarga yaqin olamalar va 14 mingdan ortiq pedagog ayollar oliy ta'lim va tadqiqotda mehnat qilmoqda. 1 million dasturchi loyihasida ishtirokchilarning 51% qizlardir. Madaniyat va ijodda ham xotin-qizlar peshqadam. Ular milliy merosni saqlash va boyitishga munosib hissa qo'shmoqda. Hamroh O'zbekistonda ayollar uchun kapital va salohiyatni oshirishga to'g'ridan-to'g'ri kirish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona biznes akseleratori. 2025-yilning 9 oyida dastur mamlakatning barcha 14 mintaqasida 10 mingdan ortiq ayollarni qamrab oldi. Ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi ish o'rinlari yaratish va biznesni kengaytirish uchun 3 mingdan ortiq tadbirkor ayollarga 32 million AQSh dollari miqdorida imtiyozli mablag'lar ajratildi. Hamroh milliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda moliyalashtirish, murabbiylik va ta'lim olish imkoniyatlarini birlashtiradi. Bu ayollar uchun yangi bozorlar, raqamli moliyalashtirish va O'zbekistonning barqaror o'sishiga turtki beradigan global imkoniyatlar eshiklarini ochadi. Yangi O'zbekistonning yutuqlari xalqaro darajada munosib e'tirof etilmoqda. 2024-yilda O'zbekiston gender tengligi va boshqaruv indeksida 103-o'rindan 52-o'ringa ko'tarildi. Markaziy Osiyoda eng katta, jahon miqyosida 2-yirik o'sish. Jahon bankining ayollar, biznes va qonun indeksining hisobotiga ko'ra, O'zbekiston gender tengligi yo'nalishida katta yutuq qayd etgan 5 ta davlat safida. O'zbekistonda gender tenglik bugungi hayotimiz me'yori va barqaror kelajak kafolati. Bu teng huquq, teng imkoniyat va teng kelajak demakdir.